Ko'rinmas perchatka haqida eshitganmisizlar? Men bugun eshitib, ishoning, shokdaman. Do'stlar, assalomu alaykum. Kuninglar fayzli, barakatli o'tsin. Biz ayni damlarda Greenleaf korporatsiyasiga tashrif buyurdik. Qarang, bizning yana shunaqangi mahsulotimiz borki, bu kimni oyog'i tiklanadigan bo'lsa, mana kun bo'yi yo'lda yuradigan yoki chetga chiqadiganlar bor, oyog'i tiklanib qoladi. To'g'rimi? Yaponiya mahsuloti Kalish brendi ostida chiqariladi. Oyog'ingizni yuvasiz, quritasiz, bir marta sepganingizni o'zida sizni griboklardan xalos qiladi shu narsa. Chunki sinalgan, bilgan narsani biz birovga tavsiya qilamiz. Qayerdan olsak bo'ladi endi? Buni faqat Greenleaf do'konlaridan olasiz. O'rtoqlar, hozir Greenleaf korporatsiyasini mana shunday tovarlarini nima qilyapmiz? Anaqa degustatsiya deydimi? Mana demak prezentatsiya. O'rtoqlar, bu demak parashogimiz, tabiiy ko'chada sotilayotgan parashoglar. Hozir Greenleaf korporatsiyasini tovarlari hisoblangan korporatsiyani parashogi bilan solishtirib ko'ramiz. Mana birini ko'rsanglar, demak bittasi ko'k, bittasi oq. Oq demak hali toza suv, to'g'rimi? Qarang, bu bizning indikatorimiz. Bizning ishlatayotgan mahsulotimiz ichida naqadar zararli muhiti bor yo'qligini aniqlab beradigan narsamiz. Bu biznesda ishlatiladi. Mana bitta lentani olamiz-da, ikkiga bo'lib, ikkilovga solamiz. Bittasida bizning Greenleaf mahsulotimiz, bittasida biz ko'chadan olgan parashogimiz. Mana agar bu tabiiy bo'lsa, bu rangini yo'qotmaydi. Mana biz tirik organizmimizda, tirik organizm pH 6 ga teng. 6 ga, sap-sariq. Mana buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana rangini o'zgartirdimmi? Sap-sariq, sariqligicha qoldi. To'g'rimi? Lekin mana buni ichidagi rangini mana tagidan ko'rsangiz bo'ladi. Rangini ko'ring. Qanaqa tusga kirdi? Qora. Bizni bilmaydi. Nimaga unaqa qora bo'ldi? Mana qarang. Mamutga e'tiboringizni qarating. Mana men sizga aytdim. Agar zararli muhiti bo'lsa, bu pH indikatorimizni aniqlab beradi, qanchalik miqdori ko'pligi. O'rtoqlar, ekoga o'tmasak bo'lmaydi. Mana Greenleaf korporatsiyasini mana shunday parashoglarni tavsiya etaman. Mana sochlarim sal oqargan. Mana ichida ximikati bo'lmasin dedim. Bilasizlar, ximikatlar sochlarni to'kib yuborishi mumkin, to'g'rimi? Keyin bor unaqasi deyishdi. Biz ximikat, tabiiy, mana eko boydan beri aytyaptilar. Faqat tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan shampunlar maxsus sochingizdan xushbo'y hid keltiradi va mana oqarib qolgan sochlaringizni tim qora qilib, demak, asl rangini qaytarib beradi. Shampunlarimiz har xil sochga to'g'ri keladi. Davolovchi shampunlarimiz bor, qazg'oqqa qarshi shampunlarimiz bor. O'rtoqlar, men perchatka, ko'rinmas perchatka haqida eshitganmisizlar? Men bugun eshitib, ishoning, shokdaman. Shok. Nega deysizmi? Chunki Greenleafdaman. Mana, o'rtoqlar, buni suyuq sovun qilib ishlatsangiz ham bo'ladi yoki o'zingiz bilan kichkina idishchaga solib olib yursangiz ham bo'lar ekan. Nega desangiz, bir marta ko'pikka o'xshagan shunday bunday bosasiz, ichidan ko'pikka o'xshagan demak, ko'pirma chiqadi va uni qo'lingizga surib olasiz, qarabsizki siz o'zingiz bilmagan holatda ko'rinmas qo'lqop kiygan bo'lasiz. Avtobusda yurasizmi, yo'lda yurasizmi, yo biron bir infeksiya bor joylar bilmasdan ushlab olasiz. Eng ahamiyatli joyi o'sha